Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun dunyo siyosiy xaritasida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Isroil ichki inqiroz va boshqaruv muammolari tufayli og'ir sinovdan o'tmoqda. Shaharlarda namoyishlar, blokadalar va xavfsizlik choralarining kuchayishi hayotiy tizimga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Odamlar kundalik hayotini davom ettirishda qiynalmoqda. Infratuzilma va transport tizimi ishlashida uzilishlar yuz bermoqda. Xalqaro ekspertlar bu vaziyatni tarixiy nuqtai nazardan baholab, mamlakat siyosiy barqarorligi va hududiy xavfsizligi jiddiy tahdidda ekanini ta'kidlashmoqda. Analitiklar mamlakat ichidagi ijtimoiy bo'linishlar va iqtisodiy inqiroz kelajakdagi qarorlar uchun katta sinov bo'lishini aytmoqda. Shunday qilib, Isroilning siyosiy va ijtimoiy tizimi muhim sinovlardan o'tmoqda. Tinglovchilarimiz, vaziyatni diqqat bilan kuzatib boring. Biz sizni eng so'nggi yangiliklar bilan xabardor qilamiz. Bu yangiliklar siz uchun tayyorlandi. Xavfsiz bo'ling va yangiliklarni kuzatishda davom eting.